Mekinzor kanali, YouTube kanali kuzatuvchilari, mana yangi bir pandligimizga kelganmiz. Pandligimizda hosillar oxirlab qoldi, qizil pomidorlar bilan. Terim qancha bo'ldi Ayibxon? Necha kilo terim bo'ldi? Taxminan 4 tonna bo'ldi, xudo xolasa mana. Sotoq qancha oshna beyi? 8 sotoq. Sorti nima edi? Lamiyami yo boshqami bu? Chintu sortida mana. Pomidorlar pishib yotibdi. Hidlarini qaraman. O'zi hosillar tugab eng tevasida qolgan. To'rt tonna hosil olibdi. Pandligimizda zamonaviy qurilgan, biznikiga qaraganda. Mana shu oqimiz tushib ketibdi. Ko'tarib qo'ymasa. Pomidorlarimiz bugungi narxi 12 ming bo'lgan. 4 tonnasini endi hisoblab olasizlar.